Mening o'g'rigina bolam. G'afur G'ulom. Hikoya. Otamizning o'lganiga anchagina yil o'tib ketdi. Bu yil 17-yilning ko'klamida onamizdan ham ajralib, shum yetim bo'lib qoldik. Biz 4 yetimdan xabar olib turishga katta onamning onalari Roqiya bebi kelib turibdilar. Bu kishini biz erkalab Qora buvi deb ataymiz. Oqshomlari buvim boshliq hammamiz oldi ochiq ayvonda uvuntuda ko'rpa yostiqlarga o'ralib, bittagina o'ratepaning kir ip sholchasi ustida uxlaymiz. Sentyabr oylarining oxiri, ilk kuz oqshomlaridan biri edi. Havo anchagina salqin. Biz yetimlar bir-birimizning pinjimizga tiqilib, bir-birimizni isitib uyquga ketganmiz. Qatorda eng so'nggi bo'lib ona chumchuqday qora buvim yotardilar. U kishi 80dan oshib ketgan, noskash kampir edilar. Bu oqshom 3 xo'roz o'tgandan keyin 7 qaroqchi yulduzi tik kelganda g'o'ng'ir ovozdan uyg'onib ketdim. Buvim kim bilandir anchagina baland ovoz bilan suhbatlashmoqda edilar. Hovlimiz ota buvadan qolgan anchagina katta bo'lib, to'rtburchak tanobi hovlilardan edi. Gir atrofi imorat, shimol tomonda amakivachchalarimiz turishardi. Lekin ular yozda bog'ga ko'chib ketardilar. Hozir ular tomon bo'sh. Buni qarang-a, bizning uyimizga o'g'ri kelibdi. Bizni ham odam deb yo'qlaydigan kishilar bor ekanda dunyoda. Ertaga o'rtoqlarimga toza maqtanadigan bo'ldimda, bizning uyga o'g'ri keldi. G'urur bilan aytilsa bo'ladi, lekin ishonisharmikan? O'g'ri o'sha amakivachchalarning tomidan sekin yura kelib, buvimning to'g'rilariga kelganda aksa urib yuboribdi. Buvim esa yostiqni ko'kraklariga qo'yib, til tagidagi nos bilan o'ylab yotar ekanlar. Buvim tuf deb nosni tuflab tomga qarab, o'g'rigina bolam, hoy o'g'rigina bolam. Hoyna-hoy biror tiriklikning ko'yida tomga chiqqan ko'rinasan. Axir kasbing nozik, tumov-pumovingni yozib chiqsang bo'lmaydimi debdilar. O'g'ri tomdan turib, axir buvijon, siz ham birorgina kecha tinchingizni olib uxlasangiz bo'lmaydimi? Bizning tirikchiligimizning yo'lini to'saverasizmi debdi. Men gap shu yerlarga kelganda uyg'onib ketgan bo'lsam kerak. Qolgan gaplarni eshitganimcha qilib yozaman. Hoy aylanay, o'g'rigina bolam, boshimda shunday musibat turganda ko'zimga uyqu keladimi? Mana 6 oy bo'ldi, biror soat mijja qoqib uxlaganim yo'q. Kunduz kunlar garangday dovdirab yuraman. Biror yerga o'tib mizg'iganday qush uyqusi qilaman. Kechalari xayol olib qochib ketadi. Nimalarni xayol surasiz buvijon? Bu gapdan keyin ustidagi to'nini turmuchlab, bo'g'otning ustiga yostiq qilib qo'yib, o'g'ri ham yonboshlab oldi. Nimalarning xayolini surardim? Shu 4 ta yetimning ertasini o'ylayman-da bolam. Zamonni o'zing ko'rib turibsan. Tiriklik toshdan qattiq, tuyaning ko'ziday non anqovga shapiq. Hali bularning qo'lidan ish kelmaydi. So'qqaboshgina aravakash tog'alarining topgani o'zining ro'zg'oridan ortib, bularga qut-loyamut bo'lishi qiyin. Ro'zg'orda bo'lsa ko'z ko'rib, qo'l tutguday arzigulik buyum qolgani yo'q. Bir chekkadan sotib yeb turibmiz. Turib yeganga turumtoq chidamas deganlar. Ha, bu bolalar qachon ulg'ayadi-yu, qachon o'zining nonini topib yeydigan bo'ladi. Chor-nochor xayol surasan kishi. Tag'in bu yetimlarning bittaginasi o'g'il, 3tasi qiz. Endi 14dan 15ga o'tdi. Qizlari qurg'ur qachon bir yerga elashib ketadi-yu, o'zi o'rab, o'zi chirmab oladigan joy chiqmasa, bularga kimning ham ko'zi uchib turibdi deysan. Zamon qattiq, o'g'rigina bolam, zamon qattiq. To'g'ri aytasiz buvijon, dedi o'g'ri. Mening ham 2 bolam, xotinim, bitta kampir onam bor. Bir tovuqqa ham don kerak, ham suv kerak deganlaridek shularni boqishim kerak. 4 ta chavata non topish uchun o'zimni o'tga, cho'g'ga, Alining qilichiga uraman. Bo'lmasa, ishlay desam bilagimda quvvat bor, aql hushim joyida. Menga hozir shu qilib turgan o'g'rilik kasbi yoqadi deysizmi? Tuppa-tuzuk ayolmand kosibning bolasi edim. Zamon chappasiga ketdi. Kerinska podsho bo'lgandan keyin urush to'xtaydi degan edilar. Hali beri to'xtaydigan ko'rinmaydi. Hali ham zamon o'sha ilgi to'qlarniki. Biror boshqa kasb qilsang bo'lmaydimi bolam, dedi kampir. Nima kasb qilay? Hamma kasblarning ham bozori kasod. Ota kasbim kavshdo'stlikni qilayman. Avvalo shuki, kavush tikishga na charim bor, na siraj, na mix, na lok. Masallig'ining o'zi bitib chiqqan kavushdan 3 baravar qimmat.
Hammollik qilay desam, avvalgidek qoplab g'alla, qoplab sabzi sholg'om oladigan badavlatning tuxumi qurigan. Tunov kuni shu mahallaning devkor etikdo'zlaridan Buvamat ota butun qolip shon u so'zan bigizlarini ulgurjisiga 2 put jo'xori unga movoza qildi. Yaxshi qildi. Uning etigini kiyadigan o'zbek, qozoq, qirg'iz dehqonlari qayoqda deysiz? Qolgan emas. Faqat ularning yetimlarigina shahrimizni to'ldirib yuribdi. Qaysi burchakka, qaysi chordevorga bosh suqmang, 15 ta yetim yo'qsiz qo'lini cho'zib, "Amaki, non bering" deydi. "Non-a, o'zimnikiga topolmayman-u. Bitta man emas buvi, mahalladagi hamma kosiblarning ahvoli shunaqa. Pichoqchilar ham, bo'zchilar ham, ko'nchilar ham, boringki maktab domlalari ham, mullavachchalarning ham rangi panoh. Bir qoshiq obi yolg'onga zor, sanqib yuribdi. Xudoyo urushi boshiga yetsin, qiyomat qoyim degani shudir-da, o'g'rigina bolam-a. Ha, mayli, shu yetimlarning ham peshonasiga yozgani bordir. Xo'sh, endi o'zingdan so'ray. Axir noilojlikdan-ku shu harom yo'lga qadam bosibsan. O'ziga to'qroq, badavlatroq odamlarnikiga borsang bo'lmaydimi? Mana shu mahallada Karim qori degan chitfurush bor, Odilxo'jaboy degan pudratchi bor, Matyoqubboy degan ko'nchi bor. Bularning davlati-ku mil-mil. Beshikdagi bolasi ham chetiga bayt yozilgan chinni kosada osh ichadi. Shularning tomini teshsang bo'lmaydimi? Ey buvim tushmagur, soddasizda sodda, dedi o'g'ri. Boylarning uyiga tushib bo'ladimi? Ularning paxsasi 8 qavat, eshiklari temirdan, har bittasining qo'rasida eshakday 2-3 tadan itlari bor. Bu itlar hovli sahnidan bitta kapalak o'tsa bir hafta vovullaydi. Odilxo'jaboyning g'ulom gardishida-chi, miltiq ushlagan garadovoy turadi. Jonimdan kechibmanmi, o'ldirmaganda ham Sibir qilib yuboradi. Bu gaping ham to'g'ri, o'g'rigina bolam, ammo lekin ehtiyot bo'l. El yurtning oldida tag'in badnom bo'lib qolmagin, dedi bizning kampir. Gapingiz to'g'ri buvi. Tunov kuni Orif sassiqning otxonasidan 4 ta tovuq, bitta xo'roz o'margan edim. Tovuq xo'roz dedingmi? Ha, bu maxluqlari qurg'ur qaqaqlab seni sharmanda qilmadimi? Hamma ishning ham o'z maromi bo'lar ekan buvi. Tovuq olgani borganda cho'ntagimga bir shishaga suv solib olaman. Keyin qo'ndoqning tagiga borib, og'zimni suvga to'ldirib tovuqlarga purkayman. Tovuqday ahmoq jonivor olamda yo'q. Yomg'ir yog'yapti shekilli deb o'ylab, boshini ichiga tiqib xap yotaveradi. Keyin bitta-bitta hiqildog'idan tutib xaltaga solaman. Shunaqa degin, voy tavba-ey, hamma hunarning ham o'zining murt gardoni bo'lar ekanda. Shunday qilib desangiz buvijon, sirimning xashaga ochilishiga oz qoldi. Yo'q, 50 boshimiz Rahmon xo'jaga xo'rozni olib borib bergan edim, ishni bosti qilib yubordi. Rahmon xo'ja men bilan tuzuk, yaxshi odam. Bultur uni buni sotib 83 so'm pul jamg'arib, topganimiz shu 50 boshi ota deb pora bergan edim, rabochiyga ketishdan olib qoldi. Ha, ish qilib bola chaqasining egiligini ko'rsin. Endi bu yoqqa qara, o'g'ri bolam. Hademay toy ham yorishib qolar. Ana, yorug' yulduz ham tikkaga kelib qoldi. Oshxonaning yonidagi tutdan sirg'alib pastga tush. O'tinimiz yo'q. Oshxonada bir zamonlar bog'dan kelgan 1-2 ta yong'oq to'nka bor. Boltani olib shuning bir chekkasidan ozgina uchirib ber, qumg'on qo'yaman. Kecha tog'ang berib ketgan zog'oradan 2 tasini olib qo'yganman. Birgalashib choy ichamiz. Yo'q buvi, dedi o'g'ri. To'nka yorib-ku berarman, ammo choy icholmayman. Chunki kun yorishib qolsa meni tanib qolasiz. Juda ham yuzimni sidirib tashlaganim yo'q, andisham bor, uyalaman. Voy o'lay, qutlug' uydan quruq ketasanmi, bolam? Bir nima olib ket. To'xta, nima olib ketsang ekan? Ha, darvoqe, oshxonada bitta yarim pudlik qozon bor. Alla zamonlar uyimizda odamlar ko'p edi. Katta qozonda osh ichardik. Xudoning g'ashiga tegdik shekilli, shundoq katta gurkiragan xonadondan mana shu 4 tagina yetim qolib turibdi. Ha, bular qachon katta qozonni qaynatar edi-yu. Shuni olib keta qol. Sotib bir kuningga yaratarsan, o'g'rigina bolam. Yo'q, buvi, yomon niyat qilmang. Ha-hu deguncha bu kunlar ham unut bo'lib ketadi. Yana katta oilalar jam bo'ladi. Hatto bu qozon ham kichiklik qilib qoladi. O'sha yetimlarning o'ziga buyursin. To'ylarida o'ynab kulib xizmat qilaylik. Xayr endi buvi, men ketaman. Tog' tomon ham yorishib qoldi.
Xayr, o'g'rigina bolam kelibdi. Xo'p, ona, xo'p. Men o'sha o'g'ri kishini tanir edim. Haligacha hech kimga kimligini aytgan emasman.